bitta stories olaman. Hazilomuz tarzda tushunishga harakat qilasizlar. Bitta storiesga sig'maydi. Zalga kelgan qorinboy atlet o'ylaydiki, qornimni yo'qotib press qilsam, figuram paydo bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Men sizlarga tushuntirib beraman. Sizlarga tushunadigan tilda. Mana qaranglar. Qorinboy atlet. Xo'p, qornini yo'qotdi ham deylik. Qornini yo'qotdi ham deylik mana. Qorni tekis bo'lib qoldi bela. Endi pressni chiqazdi ham deylik. Bormi bu yerda figura? Hech qanaqa figura yo'q. Chunki press shunchaki futbolkani tagida qolib ketadigan sistema. Eng qiyini chiqishi juda qiyin, qaytishi juda tez. Juda tez qaytib ketadi u. Salgina meva-cheva yeb qo'ysangiz ham qaytib ketadi. Endi qaranglar. В общем press haqida o'ylamanglar mana. Qorinni yo'qotib oldik, mayli press umuman chiqmasin-da, osonroq yo'lini tanlaymiz. Qanotga mehr beramiz. Qaranglar. Simmetriya degan so'z nimaligini tushunasizlar hozir. Qanotga mana bel, ozgina qanot. Bel, ozgina qanot. Keyin sekin yelkaga mehr beramiz ozgina. Yelkaga, bitsepsga mehr beramiz. O, yelka sal chiqdi. Endi rassom emasman, uzr so'rayman. Bitsepslar, yelkalar sal chiqdi-da mana. Endi eng qizig'i mana grudga sal mehr beramiz. Press shart emas, mana bu kindik mayli boring ana ozgina qorindan bo'lsin, lekin mana bu tepa yopib ketadi. Yopib ketadi sirazi. Sviterda ham, pidjakda ham, kostyumda ham, kurtkada ham ko'rinadigan figura shu. Asosiy figurani simmetriyasi bu yelka, qanot, mana shu mushaklar bo'ladi. Press degani mana shunchaki qorindagi 6 ta yoki 8 ta chiziqcha, buni birov ko'rmaydi ham, o'zingizdan boshqa hech kim ko'rmaydi, rasmga tushib qo'yasiz bo'ldi. Agar chempionatga qatnashmasangiz, sizga itak kerak yo'q. Поэтому настроенияni tushirmanglar. Simmetriyaning asosiy vazifasi tepa. Mayli ozgina qorningiz bo'lsin, bir xillarda даже mana ozgina qorni bo'lsa ham, mana belida sal qalinroq qorin bo'lsa ham, lekin tepani evaziga baquvvat, simmetrichniroq ko'rinadi. Demak, asosiy masala qiyin bo'lgan press emas. Osonroq bo'lgan tepalarga mehr bersanglar, zaldan bezish omillaridan yiroq ketasizlar. Agar mana bu jihatlar bo'lmasdan, mana bular bo'lmasdan, bo'pti gap yo'q, belingizni вообще ploskiy qilib yordingiz, mana gap bo'lishi mumkin emas, tekis qilib yordingiz. Hamma joyingiz tekis, tepangiz ham tekis turibdi-da, pressingiz 8 ta chiqib ketgan taqdirda ham buni avaylab yura olmaysiz. Kiyim kiysangiz ko'rinmaydi. Birovga ko'rsatavermaysiz ochib. Jinnimisan deydi. Bir pasda yo'q bo'lib qoladi. Eng qizig'i, sizda shunda tepa ham bo'lmaydi, press ham bo'lmaydi. O'shaning uchun iloji boricha tepani o'stirib olsanglar, sizlar pressga muhtoj bo'lmaysizlar. Hammaga o'xshab meni ham travmalarim ko'pdi, ayniqsa kuzda qo'zg'aydi. Yelkamdan travma olganman. Travma deganda yelkani qo'shilgan suyaklari bor, sustav taraf o'sha yerga keladi. Aslida sustavlarning orasidagi mishsa bordi, o'sha lopatkani orasidagi. Ayni o'sha mishsa menga mana shu harakatlarimni cheklab qo'yib, og'riq berib turadi. O'sha mishsaga qon olib kelishim kerak. Reabilitatsiya qilasizlar, bilasizlar, reabilitatsiya nima kechadi? Mashqlar, yengil mashqlar va massajlar. Xo'p, o'shalardan bittasi qanaqa tarbiyalayman? Yelkamni og'riqqa qarshi qilib, mana. Ayni o'sha mana shu lopatkamning orasidagi triggerli tochkalarga qon olib keladi. Triggerli tochka to'g'risida video qilganman, mana. Tirsagimni yopib, mana. Yelkamni o'zini to'g'rilab oladi. Mana shunaqa qilib turib qon olib kelaman-da. Haftada 3 kun 4 podxoddan 10 tadan qilasizlarda, o'ziga yarasha yelkani tarbiyalaydi. Begona bo'lgan diapazonni bajaraman, boshqa diapazonlarga xalaqit beruvchi omil